Odam alayhissalom dunyoni kesib tavba qildi. Tavbasini qabul qilgan yo'q. Qachonki Makkaga keldi, tavbasini qabul qildi. Demak, otamizning tavbasi qabul bo'lgan, gunohlari kechirilgan joyga qarab ketyapmizki, biz ham bir duo qilib qo'ysak, inshaalloh shoyatki bemorlar shifo topib, farzand talablar farzandli bo'lib qolsa, inshaalloh manfaatli bo'ladi. Duo qilaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah. Ey Robbim, senga qancha mana mo'minalar ihromda chog'imizda o'zingni baytingga qarab yo'lga chiqib duo qildik. Ey Robbim, avvalambor musulmon diyorlarni tinch qilgin. Shularning qatori bizni jannat makon, O'zbekistonimizni tinch qilgin. Tinchligini qiyomatgacha bardavom aylagin. Islom bilan obod qilgin Parvardigor. Jamiki bemorona aql islom kasallarda, xonadonlarda ichimizda ham bordir. Ey Robbim, qancha bemorlar sendan shifo so'rab shifo umidida yotibdi. Robbim, o'zing jamiki bemorlarga shifo kunli karamlar ato qilgin. Ular ham tez kunda soqayib ibodatingga, itoatingga qaytsinlar. Qancha qazdorlar sarson yurib Parvardigor, qazdorlarga najot bergin Parvardigor. Qancha birodarlarimiz befarzand, farzand umidida. Ey Robbim, kelajakda ularga ham ko'zlariga quvonch, qalblariga orzu, hayotiga esa davomchi bo'ladigan soliha o'g'il qiz zurriyatlar ato qilgin Parvardigor. Hech bir musulmonni bu dunyodan zurriyotsiz o'tkazmagin. Ey Robbim, hammalarimizni, qarindosh urug'larimiz, mahalla ko'yda yor birodarlarimiz safarlarda yuribdi. Safarga ketgan, kelgan, safarda yurgan o'g'il qizlarimiz, opa singillarimiz, Alloh taolo hammalarini safarlarini bexatar qilgin. O'ylagandan-da ko'proq halol bemashaqqatingdan, barakotingdan rizq ato qilginchi, o'ylagandan ko'proq mol dunyo bilan tez fursatlarda vatanimizga qaytsinlar. Ey Robbim, bizlarni shu yerlarga kelishimizga sababchi bo'lgan. Pul topib, mana bizni Rossiyalarda, Turkiyalarda, dunyoni har jabhasida mehnat qilib, farzandlarimiz, kelin nabiralarimiz ota hojiga borib keling, ona hojiga borib keling deb mablag' sarflab qo'ydi. Alloh taolo bulardan rozi bo'lgin. Ey Robbim, ularni ham tez kunda baytingga chaqirgin. Ular ham kelib, qabul, go'zal ibodatlar qilib ketmoqlikni tez fursatlarda o'zing nasib qilgin. Bizlarda esa baytingga qarab ketyapti Parvardigor. Borib, qabul, go'zal umralar qilib, o'zingni roziligini topmoqligimizni tez fursatlarda o'zing nasib qilgin. Duolarimizni ijobat qilgin Parvardigor. Gunohlarimizni kechirgin. Hammalarimiz bir maqsadda seni rahmating umididamiz. Rahmatingga bizlarni sazovor qilgin. Allohu akbar.